Bulbul uçar eken seher gülüden, şair söyler eken şirin tilinden. Aşıp geldik ulu Surhan yelide. Ziyaretka geldik kadirli ustayız. Birlerdi her joyda beylep jürüpbüz. Haliyam biz sizni oylap jürüpbüz. Ulug' madhiyaniz kuylap jürüpbüz. Ziyaretka geldik kadirli ustazım. Ey bir güt uçar eken tağlardan betten, şiirleriniz çıkmaydı sıra hem yottan. Joylarınız bolsun deyman cennette. Ziyaretka geldi kadirli ustazım. Yaşang. Abdulla Boboning endi O'zbekistonda dunyo adabiyotida o'rni boshqachada. Shu Abdulla Bobodan nima olgansiz o'zingizga? Men Abdulla Boboning shu Do'rmonda uyida mehmon bo'lganman. Menga qo'shiq ayttirgan, mening ustozim bilan ham Abdulla aka do'st bo'lgan, birini tinglashib yurgan ekan. Keyin Abdulla Boboga bir iki termalardan, dostonlardan aytib berganidan keyin Abdulla aka keyin menga "O, bu shoir ekan-ku. Bu shoir ekan-ku, yashang, rahmat" deb menga bir to'n jopdi, bir do'ppi kiygizdi boshimga. Abdulla Bobo bilan bir marta ko'rin qilganman.